Agrovektor jamoasi mana bugun Xorazmda ikkinchi kunimiz. Bugun Lowell 904 traktoriga, ya'ni 96 kuchli traktorimizga IAS 100 avtopilotimizni o'rnatib test qilib beryapmiz. Mana traktorchi akamiz o'zi syomka qilib yuribdi. Selka apparatimiz. Bu borishi, bu qaytishi orasi 76-77 atrof chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. Aka, haydang, tezroq haydang, tezroq. Haydang. o'n besh, 16, 17 tezlikgacha bemalol yuradi. Hozir traktorchimiz o'zi tushib ham ko'rsatadi. Sekin aka, ehtiyot bo'ling. Mana bunisi, bunisi. Hozir yerimiz juda tekis qilinmagan. Traktor o'zi ketaveradi, ko'rishinglar mumkin. Traktorchi akamizni o'zi yana bitta traktorga qo'ymoqchimiz deyapti. Xorazm viloyati Gurlandamiz. Bu joyga ikkinchi marta kelishimiz. Oldin ham bitta avtopilotimizni qo'yib ketgandik. Eski selkada ko'rsatib bergandik. Obunachilarimiz menimcha kuzatib borayotganlar esida bo'lsa kerak. 81 modelimizga qo'ygandik, eski selkani ishlatib ko'rsatganmiz.